Biz Royal Gardens'da zipline tushga chiqdik. O'sha bolalarni o'qitishni boshladi. Voy, ketdilar mana shoxga. Yo, men uchmasam kerak. Meni galim keldi. Bir ikki bismillah. Bozor qalay. Qalay. Mazza lekin. Do'stami? Bu слишком tez, bu опасный ро, брат. Tor. Yüzünü gördünüz Qizarib ketgan. Voy, nimadir yomon urildim men lekin. Xullas, Royal Garden seni uchasizlar. Mana birinchisidan yo'lakda uchgandan keyin ikkinchi yo'lak bo'ladi. Ana o'sha paytda ikkinchisida tormoz bor ekanda, ushlab qolarkan. O'sha payt qo'rqinchli ovoz chiqib ketadi, qo'rqmanglar. Ana qo'rqib yutalib tuberkuloz bo'lib qoldi. Gaz bo'lsa svet yo'q, svet bo'lsa gaz yo'q. Asha g'alati bo'lib qoldi. Bu podkast. Bir marta Patkavlik to'g'ri, ha. Umuman gapirmasan. Nima podkast deb kulyapsan ustida? Chiqoq. Babramligi podkast. Yomon qildinglar. Krug dobrosiyo, do'sting. Qaq ketasanlar? Ovqatlanishga? Men ham bor, meni olib ketlaring. Orqani saddetilingni kimsiga qildiruvdim-da, sal o'shanga. Undan ko'ra o'rtoq Yandex chaqirib beraylik, yetib olasan. Turamiz, Yandex keladi hozir. Bola bu narsa zakaz qo'rasizlar? Ha, Osh zo'r tema osh lekin, borasanchi? Menga ana mastava bitta. Mastava ham yaxshi lekin osh zo'r. Osh yaxshi, osh yeymiz. Tak, 3 ta mastava beradi. 3 ta mastava ekan, osh kerak emas. Bo'ldi, 3 ta mastava. Osh bo'lsa ham yo'q do'ring, aka. Bo'ldi. Ana 4 qiz hal bo'ldi. Normal. Men kechqurunga chaqirib taqdasanlar-yu. Lekin biz 3 kishimiz, 4-inchimiz kim? Murtozo 4-inchi kim mosu bo'ladi? 4-inchilik kanishda menman-da. Yo'q, ularning ham orzu havasi bor-ku. Tal takoni bola xohlashyapti-da. Endi o'tkazordilaring lekin. Xafib qoldi-da. Murtozo! Xo'p. Ertaga ko'rishamiz, brat. Omad. Keyingi hayotingda. Hanging low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Erimni chiqib kela qolay. Let's go, la la la. Bitch, I'm a Instagram. Menga qaralaring. Meni qizg'anib, bir-biring bilan urushib, talashib, sochlaringni yulib yurmalar. Meni sportivkani tagida 124 ta ot kuchi yotibdi. Har kuni zalda trenirovka qilaman. 62 tadan ham bo'lib beraman. Kelinga ham kuchim yetadi. O'y, kechmang. O't tapchiki. Yoqqa borgin. Tanishmaymiz. Voy, Yoqqa. alam qiladi-ya, takoy qizlar, latta bolalar bilan yursa. Takoy maslahat. Yaxshimisan? Salom. Yana o'sha muammomi? Ha. Yana so'ppayib turibsanmi? Menga qara, vaziyatni qo'lingga olmaysanmi? Qara, ovqat qilishni bilmaydi, kir yuvishni bilmaydi, ertalab zavtrakini qilib bermaydi. Va menga qara, gapir qattu. Unga quloq solmasa, so'kishingga quloq solmasa, res qo'yib yubor, bo'ldi, nima muammo? Maslahatingiz yaxshi-yu, lekin Sardor aka, xotinim akasiz-ku, menga unaqa deyapsiz. Endi biz 20 yildan beri eplolmayapmiz-da, uka. Qancha ovqat qilishni o'rgatgan. Mana eplolmayapman, nima qilay aka? Biz ham kelib ketdik. Talk big t-shirt Billy. Watch on my wrist, but I want that. Seni yangi ishxonangga olib kirib qo'yayotganimda, nima deb tanishtiruvding uydagilarga? Yaqin do'stim. Yaqin do'st.
Man mashinani qamaqingdan olib beryotuvding menga. Amaqa arzonroq qilib bering, bu meni nima degding? Qiyomatli jigarim. Qiyomatli jigarim. O'tgan oy bolalar bilan tog'ga chiqqanimizda mahalladagi bolalarga nima deb tanishtiruvding meni? Dunyodagi eng yaqin insonim. Dunyodagi eng yaqin insonim ne bo'lmasa maftunga qarab, yo'q, u meni o'rtog'im emas deding. O'rtoq, men ham to'g'ri-chu. Ro'za oyida men ham yolg'on gapira olmayman. Shuncha yolg'on gapirgan gaplarim ro'za Ramazon oyida yuvilib ketsin. Shunda sen meni o'rtog'imaga, a? Ol o'rtoq narsalar mana shu cho'tkilar. Uyalmaysizlarmi? Ramazon oyida hammaning oldida narsa yeb o'tirishinglarni qaranglar. Ozgina insof kerak. Birodar, ro'za tutmabsiz-a? Ne? Soat 12 bo'ldi, jinniromiz hozir saharlik qilamiz. Voy, ming bor uzr, aka. Aka boya, bu ikki setidan shunaqa chiroyli tushib keldi. Ikkita mana shundoq uxladi-yu. Voy, qizni ko'rsangiz. Ikki setdan ichidan men tushib kelsam ham takoy ko'rinaveraman lekin. Menimcha sizga Rolls-Royce yordam bermasa kerak, aka. Qilmasangiz bo'lmaydi, o'rgating. Ukam o'zingni bos, to'xta. Dona-dona tushuntirib ber. Gaplar nima bo'ldi? Asabiylashib, qon bosimlarim oshib, yuraklarim dukullab ketyapti. Bilan qilmasangiz bo'lmaydi. Ukam qara, men bekorga oldingda emasman. Men senga hammasini o'rgataman, ukam. Uylanganman-ku. Qara, hozir ichkariga kirasan. Silaysan. Shap ochasan. Yo'q, men xonimon aytmayman, ukam. Shap ochasan deb choy qo'shib ichib yuborasan. Qara, hayajonlanmaysan, asabiylashmaysan. Qon bosimlaring joyida bo'ladi. Hammasi chotki bo'ladi. Keyin Bu nimaga? immunitetini ko'taradi, ukam. Bosgan. Bosgan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Soat metalga olib chiqibsizlar. Varmashaganmizda. Nega? Mana shu bo'ladi. Meniki temir. Aka nima nima? Prof Nastil Cherepitsa. Cherepitsa. Unda biz ikkita. Qanaqasidan? Menga go'shtligidan. Menga pepperoni. Cherepitsa. Kafir. Akalar. Bu sokol deyiladi. Yo, temirligiga men gapirma. Men metalmi? Da, metal. Taxtadan yaxshimi? Ancha yaxshi. Unda bizga 80 kvadrat berib yuboring. Hop, nimaga? Saunaga. Sauna quramiz. Aka nima? Metal turba. Unda bizga mashina qilib 32 ta kesib bering. Nega? Oq qora qilib kesib bering. Aka shashka o'ynaymiz, shashka. Aka nima? Qora list. Unda bizga 5 ta bering. Nega? Aka bowling qilamiz, darishkasiga so'rang. Aka nima? Chipr. Biz rangli printerni o'ylamiz. Spiskalar yozib oldingiz-a? Ha, yozib yubordim. 100 kvadrat patolog zakaz qilganingiz uchun sizlarga 5 kvadrat bonus qilib beramiz. Yanachi? Va dastavka xizmatimiz ham bepul. Unda bizlarni ham qo'sh dastavka qo'yinglar. Murtazo? Nima qilib turibsan? Bitta idea kelib qoldi, aka. Mana shu svetoforni qizil chirog'ni yuradigan qilib, yashil chirog'ni to'xtagan qilsa, odamlar qanchalik ko'nikib ketarkin-a? Murtazo. Nimani yana hisob kitob qilyapsan? Aka qarang, mana shu mashinani bor-ku, gazini bosganda to'xtaydigan, tormozni bosganda yuradigan qilsa, xalq qanchalik ko'nikib ketarkin. Tasavvuringlar bo'lsa kerak. Ukam, menga qara. Benzin narxi oshdimi? Ha, oshdi. Ko'nikdik, to'g'rimi? Ko'nikdik. Mashina narxi oshdimi? Ha? Ko'nikdikmi? Ko'nikdik. Qara, oylik bitta oshdida, ikkitadan kommunalkalar ham oshib berdi, to'g'rimi? Ha? Ko'nikdikmi? Ko'nikdik. Sen aytayotgan narsalar Эй, беда гора бумба, парашютен, кушадыгын шара-бара-барига жетит, шеттет, как будто шеттелдей. Ish qilib eshik ochib bo'lsa, точно bo'laman uydagilarni. Ha, ko'cha qo'yardim, men seni ko'chada tug'ib edim. Ne unaqa desoni bolalar bilan futbol ko'rib qolib ketdi. Ye, bolalaringiz kechasi bilan molga o'xshab ko'shab chiqasan, uxlasang bo'lmaydi, ertalab tura olmaysan. Turaman, onam mendan voqli turadigan odam yo'q bo'lsa kerak bu dunyoda. Qorin to'ylaydi, sirojga uxlash kerak. Xonani ahvolini qara. Bo'lmishlar ham mendan yaxshi yashasa kerak. Xotinni tozalab qo'ymadi uylarni. Men hali uylanmaganman, mendan xotinim maqsib. Urush uylash kerak. Qo'lam olib ketdi. Keyin hamisha xotin qiladi.
ammo hali vaqtliroq tursang bo'lmaydi, biz san tengini ikkita bolali bo'lib dunyoning ishini hal qilyapti. Sen hali ham yotibsan, sasib turoningni. Ha do'stlar, zero uylanmas ekansiz, biringiz ikki bo'lmay, hayotingiz shunday mazmunsiz o'taveradi. Bu gapim bilan nima demoqchiman? Tezroq uylan da. Shuna qarasam, gaz. Voy, shoh. Rahmat. Yili necha mana qancha yurgan? 18-yil minilgan. Bu mashina endi menga borib bir man tashab ketgan eski qizimni eslatadi chumotsam. Qizi Spark haydirmidi? So'rachi? So'ra. Murtazo? Qizi Spark haydirmidi? Murtazo. U qizini rangi sal qoraloq emasmidi? Asfalt ko'rganmi hech qanaqa? Asfalt ko'rganmi yoki? Anaqa asfalt ko'rmaganmi qizing nabodo? Yo'q. U eslatadi bo'lmasa Murtazo. Mana mashina. Va bu mashinani nima sani qizingni eslatadi-da? Boya minilganligizu. Hop. Meni ham qizim 3 yil minilgan edi, esimga tushib ketdi. Qattiq yurtdi-la. Tozasi bormi? Changi to'rlaring qanol, orqa tozami orqalaring? Toza ketdi. Soqqa keladi, havo uchib boradi, soqqana ber. Mana mazayni qara. Oke, menga. Qolmadi, oxirisini bunga berib yubordim. Tanimayapsiz, okeymi? Kimsan, tanimadim. Voy. Hali, Sobir aka, bu yerda g'alati ish bo'pti, aka, cho'ta yo'd boryapti-la menga. Gaplashing. Kim? Sobir aka. Alo. Ha, brat. Bo'ldi, qalqib beraman, faqat qimmatroq bo'ladi. Ha, bo'ladi. Soqqani ber. Mana. Nima kichkina bu? Chorvoni ukam. Bunga izzachi, o'rniga ham izzatisiga ham qo'yib beraman, ozgina och. Chisnomi, aka? Bakteriyaga qarshi ukam. Aka, yaxshi ish qilmayapsiz, lekin men havola ochilib ketgandan keyin sizlarni ham ishtoq deydi. Ukam, bizani ish sezon-pezon tanlamaydi. Xalq nimadan qiynalsa, o'shani sotib soqqa qilamiz. Menga qaralaring, gaz zapravkaga o'chib boshlanmadimi? Nima qilay? O'ynab yurganim yo'q-ku. Yaxshi ko'raman, lekin men ham karyeramni tuzib kelib ishxonani mumarlashtirib bo'pti. Jonga tep ketdi. Nima bo'pti, o'rtoq? Aytlarding. Kim seni xafa qilyapti? Qizimni o'rtoq gapirayotgan gapini qara. Ishingizga vaqt ajratasiz, menga ajratmaysiz. Internetda jar ko'p o'tirasiz, qizlar bilan yozishasiz, uyga kech borasiz, sizdan xavotir. Masjidgacha kelib ketdi boru. Qara, men senga zo'r maslahat beraman. Mazza qilib yurasan. Shundoq xayrlash bortini ber. Choyxonaga mazza qilib borasan. Internetda xohlagan odaming bilan gaplashasan. Ko'chalarda bemalol 2-3 kez sanglaysan. Degan ovozda bo'lmaydi. Mazza qilasan, miyang tinch yuradi. Sanam o'rtoqsan-da endi. Hozir sen menga qarab turib javob. Sen adashyapsan. Sen uni ko'ngliga qaragin, chunki uylanasan. Hozirdan ko'ngliga qarab, ko'nglini olsang, ertaga ota-onangni ko'nglini oladi u. Deyish o'rniga gapirayotgan gapingni qara, Murtazo. Shunaqa qilib bo'lmasa, menga nima deysan? Endi jonga ham tegib ketadi. Sen nima qilish kerak jonga tegib ketadi? Har tugulani yopishqoqdan qutuldim, o'zim bor ekan bo'ldim. Bagajing uncha kichik. Nima qilsam bo'pti? Men boraman, rasborga jo'ram uchun boraman deb bagaj o'tiraman. Birga bir bor ekan. Birga bir, ikkiga birga deb urib tashlab. Yo'q, ikkiga bir yo'q deydi, faqat birga bir. Sen slabiysan, jo'rajon. Men testing uchun urishib, maybini chiqarayman bachaman. Yo'q, u faqat birga bir, tushunsanmi? Birga bir. Qera u birga bir. Jabbor og'ayni PlayStationga chaqiruvdi, o'shani ketyapti-ku o'zi. Men sen urushasanmi deb bagajingga qisilib yuraman. Ya og'zingga biladi. PlayStation men urush bo'lsa cho'qib bagajga bo'laman. Zaministrni xotini nasagan. Chiqdi-yu, tiyar ekan. Kim ekan endi bu 40-13-a? Sirni ochaman desang, shu ko'tarsang bilasan kimligini. Ko'tarsang bilasan. Alo, menga qara. Alo, pul qo'lga deyishardi-yu. Pul yo'qdi, lekin qo'lga. Men nechi? Ol, yoqim ishda. Men senga bitta sirni ochaman. Qo'lingni yuvib kelsang toza bo'ladi. O'rtoq, mana tata bilan olib yo'lda chetib turgan qizni kechqurundan nima qilib turar ekan? Sen sirni ochaman-da. Kerak emas. Ular ancha oldin ochilib bo'lgan. Sirlar. Hey, bera qarab bu qara Shimkent ko'chadagi sharabarabariga jetib shit. Javob, $1 million topib oldik. Nima ishli qilib tashagan bo'lardi o'rtoq? $1 million topib olsam, birinchi bo'lib qarzlarimdan qutulardim. Qolganigachi? Qolgani kutib turar, keyinroq qilib berarman. O'zing nima qilarding? Voy, bitta uchastkani jinnisidan qurardim. Chorvoda 2 etajli uchastka. Bitta mer solib, qolgan puliga 30 ta jentiri.
arendaga chiqarib yuborsam, voy boqib yotadi umrim oxirigacha. Men qara men 30 ta jentrani bittasini men berarding-da. Men senga takki berib yuborishim kerak. Nima qilibdi? 30 ta, 1 million Meni ichida ham 14 orzu ming. havaslarim bor. 1 million ichida 14 ming nima degan gap? Qanaqa qilib men senga takki berib yuboraman? Bu necha yillik o'rtog'imiz bersa nima bo'pti? 14 ming dollarlik narsa. Bitta jentra 30 ta yuzanda. Qanaqa qilib takki berib yuborishim mumkin? Sani pul o'zgartiribdi boru, sen orqalab keta olmaysan. Esingdan chiqarma mana shu gapni. Tushundingmi? Noto'g'ri ish qilding. Men senga takki berib yuborishim kerak. Yerdan topolmam shuncha pulni, ey. Ishlamagan tishlaydi. Kelishida qarayadi. Bolalar. Qalaysan? Bormi, sen turibmiz, ha? Yo'q, chetirayman. Kayfiyating zo'r, tinchlikmi? Yo'q, beruli. Maxim working. Qistalaringmi? Bo'ldi, seriozniy bak, ha? Menga qara, har doimgidek qizlaring oldidan kelyapsan. Ertaga tovutingni biza ko'taramiz, ular Gaplaring to'g'ri. Tovutimni sanlar ko'tarasanlar. Lekin menga bola tug'ib bera olmaysanlar-yu. Kutganmi deylar? Tayyormisizlar? Men sizlardan ko'ramanlar. Like. Ketdi, yoshligiga qaytamiz. Dili dumbali. Odamni cho'chitib o'rganamiz. Va pipkalarni tiptollaring. Nima qilamiz buni? Bilmayman. Vallahi boshim yomon og'riyapti-da. Voy chertudim, hali ham og'riyapti. Emas. Yo'q, o'sirgani ko'tiga shipon chiqsin. Rozi. Mandan tashqari. Mandan tashqari degani ko'ti qashqa. Maktab chog'larimni eslab qiynalar qalbim. Sevgimiz xor qilolmagan o'tgan kunlarim. Ana tog'im, maza xillashlik holatida yo'q. O'zi shanba yakshanba kuni boru, tog'ga chiqish kerak. Odam bo'lmaydi, it ham bo'lmaydi. Urug'ga ham bo'lmaydi. Shu yerda yashaydiganlar boru, Toshkent Cityga kirib o'tgan ekan dam olishga. Dushanba, seshanba, chorshanba kunlari boru, dachalar shunaqa ko'tarib o'tgan ekan. Vaqti yo'lda probka bor. Odam tiqilinch, bir-biring bilan manda qo'tasan yo'ldan. Lekin rostdan ham shunaqa bo'lsa bo'lardi. Shanba kuni kelamiz dedilar, probka bo'ladi. Orzu hammasi bo'lib qoldi, hammasi ketdi. Yakshanba kuni kemalaring degan. Topdim. Qozog'istondan shikala topib sotamiz, qani. Ya pul kerak unga. Bekorchilik vashcha jonga tegdi. Bolni keldi, yomon ekan. Ancha bo'lgan keyin. Yo'q, ideya. Men bitta qiz bola profil topdim. O'shani nomini tapichga ming qilamiz. Okey. Bloger bo'lamiz. Qani deydi bo'lamiz. Yo'q, ijod qilamiz. Faqat ijod. Reklama giveaway qilmaymiz, faqat ijod. Tashalang. Ijod. Assalomu alaykum. Instagram 747 obunachiga ega bo'lganimiz munosabati bilan o'zimizni shaxsiy itam deb nomlangan giveawayimizga start bermoqchimiz. Bizda asosiy sovg'a mana shu Nexia bilan avtomobilini chap tomon kalpagi azizlar. Bizda reklama Farhad Skida 10 ming so'mga sotiladigan ajoyib ishlarga asqotadigan umiddamiz. Bizda yana bir bor reklama Kuchinski bolalar uchun ajoyib taroqlar sizga. Bizning bosh homiyimiz Fahmoq opa naskilari. Белый это белый, черный это черный. Ну, погнали! Sizda ham pul ko'payib ketdi. Sening ichidan pishgan do'sting. Yana boshladingmi shu ishingni? Instagramga kirmalar, iltimos. Ey, mashtunga to'xtab qo'ying Mashqdan bratan. urib to'xtang bratan. Necha bo'ldi aka? 15 ming so'm bo'ldi sizlardan. Men berib olaman. Menda mayda bor. Menda oylik chiqqan, men beraman, bolalar. Qatdan ham gapirdim, qisib o'tirsam bo'lar ekan. Tezroq berib yuborsin-chi, vasi yo'q. Ana aka. Men berib yuborardim. To'yxonadan soda ham chiqmadi. 5000 tushadigan joyi edi. Bola. Men shunday qilib chiqaman, kelaman. Hozir. 5 ming bo'pti. Men 500 ming yetmasa kerak. Men faqat choy ichdim, choyga to'layman. Men mashinadan olib beraman hozir. Bolalar noto'g'ri ish qilamiz deydi oyim. Kelinglar, mana qilaylik. Hoki shu to'laverasizmi? Bolalar to'lamadimi, hoki? Siz yetib ketdingiz. O'zlari qani? Ana? Some love them, woman jump on them, To'g'rida. woman jump on them, and them love them. Some love them, woman jump on them, and them love them. Some love them. Kutganmi deylar? Tayyormisizlar? Kishni sog'indim. Davay o'tda. Birinchi oddiy oling, birinchi oddiy, ikkinchisida
Biz bilmaydik bu. Bayraming muborak bo'lsin Megachin.